57 savol. Qazo bo'lgan ibodatlar haqida. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli shayx hazratlari, bir kun do'stlarimiz bilan Naqshbandiya tariqatida bo'lgan insonlarning oldiga borgan paytimizda u yerda qo'l berish, bay'at bo'layotgan ekan. Bay'at qilinayotgan vaqtda murshid o'z muridiga oyat va hadisdan dalil keltirib, bugungacha qazo qilgan namozlaringizni qazosini o'qimaysiz deb murojaat qildi. Bu hol bizda juda g'alati taassurot qoldirdi. Chunki boshqa bir Naqshbandiya tariqatidagi murshid o'z ma'ruzasida Alloh haq subhanahu va taolo qiyomat kuni bandalaridan ikkita narsani umuman kechirmasligini aytdi. Ulardan biri qo'l haqqi, ikkinchisi Allohning buyurgan farzlari, o'qilmagan namozlar, tutilmagan ro'zalar, berilmagan zakotlar. Qizig'i shundaki, bu zot ham hadisdan dalil bilan gapirgan edi. Bu holning qaysi biri to'g'ri? Javobingiz uchun tashakkur. Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Ibodatlarni qazosini ado etishga ko'rsatma bergan shaxsning gaplari va ishlari to'g'ri. Shayxga qo'l berish bilan qazo ibodatlarini bajarishdan ozod bo'ladi degan gap mutlaqo noto'g'ri. Qilinishi lozim bo'lgan narsani belgilangan vaqtidan keyin qilishni qazo deyiladi. Imom Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni bayon qilganlar. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكبرتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. Kim namozidan uxlab qolsa yoki uni esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, eslaganda uni o'qib olsin. Uning bundan boshqa kafforati yo'qdir. Uxlab qolgan va esdan chiqargan odamga dangasalik yoki qasd ila namozni tark qilgan odam qiyos qilinadi. Chunki namozning farzligi har doim zimmada bordir. Farz narsa ado qilinmaguncha zimmadan tushmaydi. Barcha fiqhiy kitoblarimizda bu masala keng yoritilgan. Hech kim qazo namoz o'qilmaydi degan gapni aytmagan. Ruxsatingiz bilan e'tiboringizga Hanafiy fiqhining eng mashhur asarlaridan biri bo'lmish Muxtasari Viqoyada bu masala bo'yicha kelgan matn tarjimasi va uning sharhini havola qilaman. Qazo namozlarini o'qish haqida. 5 farz va vitr orasida ularning hammasini yoki ba'zisi o'tib ketganda tartibga rioya qilish farzdir. Illa vaqt tor bo'lib qolsa yoki unutsa, yoxud 6 dan ziyoda bo'lsa, bundan mustasno. Amr ila farz va vojib bo'lgan narsani ayni o'zining vaqtida bajarish ado deyiladi. Farz va vojib narsani vaqtidan keyin bajarish qazo deyiladi. Din va aqlning taqozosiga binoan musulmon banda namozni o'z vaqtida ado etishi lozimdir. Namozni uzursiz vaqtida ado etmaslik katta gunohdir. Bu gunohni qazoni o'qish bilan yuvib bo'lmaydi, balki tavba ham qilish kerak. Kim namozni shar'iy uzr ila kechga qoldirsa gunoh emas. Bunday shar'iy uzrning biri dushman xavfi bo'lsa, boshqasi doyaning tug'ilayotgan bolaning halok bo'lishidan qo'rqishidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xandaq urushi kuni namozni orqaga surganlar. An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: Innal mushrikina shaghalu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam an 4 salawatin yawm al-Khandaq hatta dhahaba min al-layl ma sha'a Allah fa amara Bilalan fa adhan thumma aqama fa salla adh-dhuhr thumma aqama fa salla al-'asr thumma aqama fa salla al-maghrib ثم أقام فصلى العشاء. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Xandaq kuni mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni 4 namozdan mashg'ul qildilar. Hattoki kechaning Alloh xohlaganichasi o'tdi. Bas u zot Bilolga amr qildilar:
u azon aytdi, bas peshinni o'qidilar, keyin yana iqoma aytdi, asrni o'qidilar, keyin yana iqoma aytdi, shomni o'qidilar, keyin yana iqoma aytdi, xuftonni o'qidilar. Imom Tirmiziy, Ahmad va Nasai rivoyat qilishgan. Uxlab qolib yoki unutib namozni o'tkazib yuborgan odam gunohkor bo'lmaydi. Imom Nasai va Tirmiziy Abu Qatoda radhiyallohu anhudan rivoyat qilishgan hadisda quyidagilar aytiladi. An Abi Qatoda radhiyallohu anhu qol: "Zakaru lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam nawmahum عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها." Nabiy sallallohu alayhi va sallamga namozdan uxlab qolishlarini zikr qildilar. Shunda u zot uxlab qolish kamchilik emas, kamchilik uyg'oqlikda bo'ladi. Vaqtiki birortangiz namozdan uxlab yoki g'ofil qolsa, bas uni eslaganda o'qib olsin dedilar. Banda o'z zimmasidagi amalni ado yoki qazo qilmagunicha mazkur amal uning zimmasidan tushmaydi, qarz bo'lib turadi. Imom Buxoriy va Nasai Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: An Ibn Abbos radhiyallohu anhuma qol: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. Bas Allohning qarzi qazo qilmoqqa haqlidir. Kimga namoz farz bo'lsa-yu, uni qazo vaqtida ado etmasa, qazosini o'qishi lozim bo'ladi. U namozni qasddan tark qilish ila gunohkor bo'ladi, ammo qazosini o'qish lozimdir. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. رواه الخمسة. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim namozni unutsa, bas uni eslagan paytida o'qib olsin. Uning bundan boshqa kafforati yo'qdir. Alloh namozni mening zikrim uchun qoyim qil degan. Beshovlari rivoyat qilishgan. Muslimning rivoyatida: "Idza raqada ahadukum anis-salah aw ghafala anha falyusalliha idza zakaraha fa inna Alloha yaqul va aqimis-salata li-zikri." Ya'ni vaqtiki birortangiz namozdan uxlab yoki g'ofil qolsa, bas uni eslaganda o'qib olsin, chunki Alloh namozni mening zikrim uchun qoyim qil dedi deyilgan. Unutgan va uxlab qolgan odam namozning qazosini o'qishi lozim bo'lganidan keyin qasddan qoldirgan odamga uning qazosini ado qilish albatta lozimu lobud bo'ladi. Hayz yoki nifos ko'rgan ayoldan namoz soqit bo'ladi. U qazosini o'qimaydi. Shuningdek, asli kofir yoki jinni bo'lgan odam ham namozning qazosini o'qimaydi. 5 vaqt namozdan ko'proq muddat hushidan ketib yotgan odam ham qazosini o'qimaydi. Murtad yana islomga qaytsa, murtadlik vaqtidagi namozini qazo qilmaydi. Hayotning vaqtida imo bilan ham namoz o'qishdan ojiz bo'lgan odam kafforat berishni vasiyat qilishi lozim emas, chunki u uzrli hisoblanadi. Shuningdek, safar yoki xastalik tufayli ro'za tuta olmagan odam tuzalmasdan yoki safardan qaytmasdan o'lib qolsa-yu, fidya berishni vasiyat qilmagan bo'lsa ham, mazkur fidyani ado qilish mustahabdir. Kim uzrsiz, hatto imo bilan o'qishga qodir bo'lib turib, 6 namozdan ziyodni qoldirgan bo'lsa, kafforat berishni vasiyat qilmog'i lozimdir. Ramazonda uzrsiz ro'zasini yegan odam ham shunga o'xshashdir. Ularning fidyasi va kafforati qoldirgan merosining 1/3 beriladi. O'lganning valiyi fidyani o'z hisobidan bersa ham bo'ladi. Fidya va kafforatning miqdori 1 kunlik namoz uchun yarim so', 1087 yarim gram yoki uning qiymati
bir kunlik ro'za uchun ham shuncha bo'ladi. Kishi o'zi hayotiy chog'ida o'qimagan namozning kafforatini to'lashi mumkin emas, ammo qazosini bajarishga ko'zi yetmasa, ro'zanikini beradi. Merosxo'rlar o'lgan shaxsning qazo namozlarini o'qib qo'yishi mumkin emas, chunki namoz shaxsiy badaniy ibodatdir. Ammo uning qazo namozlari uchun kafforat bersalar, marhumga ko'p yaxshilik qilgan bo'ladilar. Qazo xuddi adodek bo'ladi. Safarda qazo qilgan bo'lsa-yu, qazosini hazarda o'qisa ham 2 rakat o'qiydi. Hazarda qazo qilgan 4 rakatli namozni qazosini safarda o'qisa ham 4 rakat o'qiydi. Qiroatni oshkora yoki maxfiy qilish ham shunga o'xshash. Qazoni darhol o'tash kerak. Tirikchilik va hojat uchun uzr qabul. Qazoni jamoat bo'lib o'qish mumkin. Bomdodning sunnatidan boshqa sunnatlar qazo qilinmaydi. 5 farz va vitr orasida ularning hammasi yoki ba'zisi o'tib ketganda tartibga rioya qilish farzdir. Chunki Xandoq kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qilganlar. Illa vaqt tor bo'lib qolsa yoki unutsa yoki 6 tadan ziyoda bo'lsa bundan mustasno. Tartibga rioya qilish 3 sabab ila soqit bo'ladi. Birinchi, vaqtli namozning o'tib ketish xavfi. Ikkinchi, qazolarning 6 dan ko'p bo'lishi. Uchinchi, ado paytida qazoni unutib qo'yish. Agar qazo namozlar adadini bilib bo'lmaydigan darajada ko'p bo'lib ketsa, zimmasidagina ado qilganiga ko'ngli to'lguncha qazoni o'qiydi. O'ziga oson bo'lishi uchun avvalgi o'qimagan namozini va oxirgi o'qimagan namozini tayin qilib olib, o'shanga qarab o'qiyveradi. Quyosh chiqayotganda, qiyomda turganda va botayotganda boshqa namozlar qatori qazo namozni ham o'qib bo'lmaydi. Ammo bomdod va asrdan keyin nafl o'qish mumkin bo'lmasa ham qazo o'qisa bo'laveradi. Vallohu a'lam.